Kelamam. Ama mening o'zimdan chiqqan narsalar. Menda 3 kungacha ishlatish jarayonida sizlarning ko'nglingizdagidek bo'lmay qolsa, qaytarasizlar bo'ldi. Kundalik turmushimizda mushu girim qilib bo'lgandan keyingi teri tozalash kelgan vaqtda men odatda mushu har xil markalardagi mushundoq girim chiqarish maqsadlaridan foydalandimda, buning bahasi hammamiz bilamiz, buning bahasi bekli yuqori. Men mushu yaqinda shundoq bir yaxshi maqsaddan birini topib oldim. Mana sizlarga tavsiya qiladigan maqsadim Asmaraning yangidan bozorga solinadigan girim chiqarish malhamiga. Men bir tal qo'shqib olgan miya chaplaqliq tumir bilan, undan keyin girimimizni chiqarishdan burun oldi bilan mushuncha kichkina oladiganmiz olqinimizni qo'yib aralashtirib o'zimizga sursak ham bo'lgan. Sizlarga sinab berayya. Qancha darajada girimni yaxshi chiqarib bo'lganini ko'rsatib berish uchun men sizlarga Asmaraning oltin nomerini to'liq o'zimga surayya do'stlar. Suraydi. Qancha darajada chiqardiga sizlarga ko'rsatib beray. Mana. Marani chiroyli qilgan. Ağzımdaki Asmaraning bir nomerliklar suraq do'stlar. Mana kichikgina lam olamiz, mushincha lam olamiz. Olqinimizga qo'yib lam. Kudaman. Qattiq qizil bo'ylab ketdim. To'g'ri. Ne bo'lib ketdim? Qaranglar. Kudaman. Kudaman. Ben de gözlerimi tazımadım bu. Tamam. Şöyle yolu bekçe soruyu tuttum. Bakalım. Veşi paks tazlaydı. Acayip tazlaydı. Endi gap doğru kelmaydi. Bu mahsulotni sizlarga alayda chanliga to'ygan qilib ketishimdagi sabab nima bo'lsa, buningki bahasi begazanki. Undan keyin unumi shunday yaxshiki. Ondan keyin qanday ketsanlar, navada shuni ishlatish jarayonida 3 kungacha ishlatish jarayonida sizlarning ko'nglingizdagidek bo'lmay qolsa, qaytarasizlar bo'ldi. Masalan, bir fursat berib ishlatib ko'rib beqinglar. Bayatdan cho'yoni bekchiq suribdi-mi? Endi ikkinchi qatimliq tozalash olib borar. Shu qilib men ishlatayotgani bir hafta bo'lib qoldi. Qolgan tozalash mahsulotlarimni qat'iy ishlatmadim. Men bek yaxshi ko'rdim, yaxshi ko'rganligim uchun sizlarga tavsiya qildim do'stlar. O'zingizga bir fursat berib ishlatib beqinglar, men bir tilib begimdan deydi. Ko'zinglarga mumsa assanlarmi, kirib ketmaydigan, kirib ketsa-mu ko'zinglarga hech qanday bir bearam qiladigan, rahatsizlantiradigan unday ahvollar bo'lmaydi ekan do'stlar. Lahlaringlar shunday rohat chiqadi ekan. Men odatda beqiynoq kirim qilmayman. Lahla surma, lahning keynidan quyruq tarafiga bir tal kirpik chaplab olgan bo'lib qoldim. O'zim jahqiliq chiqarib. Shundoq qistazlab chiqadi ekan qaranglar. Yustaya. Bakalım. Mana. Musha tozlansa bo'ladi do'stlar. Ko'rib beqinglar. Navoda mushundaq bir mahsulotlarga ehtiyoj bor do'stlarimiz bo'lib qolsa, qani bir ishlatib ko'rib beqinglar. Bahasi shunchalik muvofiq ekan, kichik karvaga ilib qo'ydim. Xayr xo'sh.